Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Ekonom pechka ishqibozlari. Bugungi videomizda ekonom pechkalarni turli tumandan yangiliklar bilan birga sizlarga taqdim qilamiz. Qishda hamini yozdayi, yoz kech bo'lsa kuzdayi aksiya qilib tashlaganimizda olishingiz mumkin. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida 9 yo'lda joylashgan. Nimalar yo'q bo'ladi? Ko'mir, o'tin, tezak hamma narsani yo'q bo'ladi. Bu ekonom pechkamizga qo'shib berilayotgan bonusli narsalarimiz kul xonasi. Bunga kul tushadi. O'sha kulxonasidan mana bu tozalagichimiz bu teplamlik va sil tarqatilgan joyda 2 oy, 1 oyda to'lib qolgani uchun tozalanadi. Ekonom pechkalarimizga yana yangiliklar kiritganmiz va yangiliklarni videoning oxirida gapirib o'tamiz. Narxlarini ham videoning oxirida aytib o'tamiz. Shoshmasdan videoni tomosha qilsangiz bo'ldi. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Ekonom pechka ishqibozlari. Bugungi videomizda ekonom pechkalarni turli tumandan yangiliklar bilan birga sizlarga taqdim qilamiz. O'zini ekonomishligi, tutamasligi bilan hamda is gazini chiqarmasligi bilan xalqimizni ko'ngliga joy olgan pechkalar. Buni o'tgan yili bizdan olgan klientlarimiz, qarindoshlari kelib olib ketishyapti. Mana qishda hamini yozdayi, yoz kech bo'lsa kuzdayi. Kuz oyida nasib qish yaqin bemalol o'sha aksiya qilib tashlaganimizda olishingiz mumkin. Bizlarni manzilimizni qaytarib o'tamiz. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida 9 yo'lda joylashgan. Ya'ni lokatsiyalari xullas 9 yo'lida va metan zapravka yonida, Oqtosh metan zapravka yonida joylashgan. Kelib bemalol olib ketishingiz mumkin. Zakaz qilishlaringiz, viloyatlarga zakaz qilishsa, pochta manzillari orqali yetkazib jo'natib beramiz. Dastavkalar necha pulga tushadi deganlar qiziqqanlar 180 mingdan 230 minggacha dastavkalari amalga oshirib beriladi. Endi ekonom pechkalarimiz nimalar yo'q bo'ladi? Ko'mir, o'tin, tezak hamma narsani yo'q bo'ladi. Tutamaydi. Sababi ekonom pechkamizning formasi shunaqa yasalgan. Kelib bemalol katta og'izligi, kichik og'izligi, arzoni kelsa arzonidan vibrni qilib olishingiz mumkin. Ekonom pechkalarimizga yana yangiliklar kiritganmiz va yangiliklarni videoning oxirida gapirib o'tamiz. Narxlarini ham videoning oxirida aytib o'tamiz. Shoshmasdan videoni tomosha qilsangiz bo'ldi. Ekonom pechkamizga ustiga ovqatlar pishaveradi, choy qaynaydi qish oyida masalan. Endi hamma ham ovqat pishirmaydi-ku, hammaning kuxnyasi bor. Ustib o'tamiz. Mana ko'mir yonib turibdi hozir. Ko'mirlar solingan, yonib turibdi. Bu ekonom pechkamizga qo'shib berilayotgan bonusli narsalarimiz. Xo'p, mana bonusiga kul xonasi. Bunga kul tushadi. O'sha kul xonasidan mana bu tozalagichimiz bu teplamlik va sil tarqatilgan joyda 2 oy, 1 oyda to'lib qolgani uchun tozalanadi. Bu ekonom pechkamiz mana kattakon qilib taxlangan, eshiklari tezak sig'ib ketaveradi bemalol. Tezak ham katta, sig'adimi, chalman bor, qo'yin bor deganlar uchun hozir yoqmasini ko'rsatyapmiz. O'zimizni xalqimizga o'sha yana ham tushunchali bo'lsin degan maqsadga hozir bitta yoqib ko'rsataveramiz. Zapravkani qildik. Buni ichiga o'tini ham bor, tezagi ham bor, ko'miri ham bor. Kulxonasi bor, mana o'ziga kulxonasi qo'yilgan. Endi uy suzilmaydi. Shunday kulli bu zaslonka ochiladi. Kul to'lib qolgan kulni olib borib ot yarasida yana qo'yaverasiz. Ekonom pechkamizda yoqish tartibi zaslonka yopiladi va yoqaveramiz. Ekonom pechkani hozir pastki yoqish bo'limi, tepasi o'tin tashlash va zapravka qismi. Ekonom pechkani foydalanayotganda ikkita og'zini ochiq qo'ymaslik kerak. Sababi ikkita ochiq bo'lsa yengil olovi dutini yengil tomonga harakatlanib ketadi. Shuning uchun tepa og'iz qopqog'i yopilgan turadi va yoqiriladi.
kerakli narsalarni qo'yib, tutanni qilib yo'q qilamiz. Xullas tez yonib ketadi. Yana afzalli tomonlari kechqurun hop, buni rasxodi ko'mir hisobiga 6-7 kilo ko'mir rasxod qiladi. Eshiklarni yopib qo'ygandan keyin 6-7 kilo ko'mir rasxod qiladi. Yotishdan oldin 3 kilo 4 kilo ko'mir tashlab qo'ysa, ertalabgacha o'chmasi mana bu ekonomik holatga qo'yiladi. Daslonkasi o'chmasi yonaveradi. Ekonopichkani kraskali 1200 gradusga, 1000 gradusga bardosh beradigan kraska sepib beramiz. Endi ekonopichka to kannaga qiziguncha ozgina vaqt kerak bo'ladi, keyin tortishi kuchayib ketadi. Qanday qizigandan keyin tortish dud o'zini yo'nalishini topib oladi. Ekonopichkani ko'p so'rashadi bizda. Obunachilar so'rashadi, ekonopichkani derazam bor, shuni chiqarsam bo'ladimi? Mana ikkita karnay qo'ygandan keyin bemalol derazadan burib chiqarsa bo'ladi. Hozir ikkita karnay bilan ishlab turibdi. Va o'zini karnayni olib tashlagan taqdirda ham ishlayveradi, yonaveradi. Mana ekonomik pechkamizda arzonroq varianti, ommabop, kislabop variantidan. Xo'p. Narxlar bilan kelib tanishib o'tamiz. 950 ming so'mdan kraskalangan holatda olasiz. Dastavkalar pochta manzil orqali jo'natib beriladi. Manzilingizni aytasiz, manzilga jo'natiladi. Mana bu katta og'izli ekonopichkamiz, 25 lik deymiz. 25 lik kraskalangan holati 1.300 ming so'mdan beramiz. Kraskalanmagani xo'p, 1.280 mingdan qilib beramiz. Xo'p. Mana bu kichikroq, bu standart ekonopichkamiz. Standart ekonopichkamiz narxlari 1.100 ming so'mdan qilib tashlagan bizda. Mana bu ekonopichkamiz qulaylik uchun texnika bezopasnost narsa uchun qo'yilgan, chiroyli ham chiroyli bo'lib turadi. Nima uchun qo'yilganligini kommentariyga yozib qo'yishingiz mumkin. Xo'p. Yana bir qator aytib o'tamiz. Kichik bolalarimiz bor, hali pechkani issiqligini, haroratini bilmaydi. Shuning uchun kichik bolalar mana tegirmasi uchun, tekkan taqdirga ham qo'li kuymasligi uchun qo'yilgan bu narsalar. Reshotka qismi eng ayniq yoqqan vaqtda eng katta harorat bo'ladigan qismi ikkita yoni va orqasi hisoblanadi. Asosan ikki yoniga bolalar bilmasdan tekorish ehtimollarini olish uchun mana shu xalqimiz uchun manzur qilib qo'yganmiz. Ham fasollari ham chiroyli, o'ziga yarashib turadi. Uyingizni ko'rkamiga ochadi. Endi aboylik, uyim aboylik va remont qilganman, yevro remont qilganman deganlar bemalol xavotirlanmasa olib qo'yishingiz mumkin. Sababi bu oldingi pechka emas. Oldingi pechka qoldi. Endi yangi ekonopichkalar tutamaydi. O'tinni, ko'mirni ekonom qiladi. Bemalol olib foydalanishingiz mumkin. Qadrli do'stlar, ekonom pechkalar kerak bo'lsa, bizda kerakli miqdorda bor. Bemalol mana shu pastki videodagi raqamlarga telefon qilib zakaz qilishingiz mumkin. Bittadan laykni bosib, bizni qo'llab-quvvatlashni unutmangizlar. Rahmat, sog' bo'linglar.